Tahajjud nima degani? Tahajjudmi? Inson shirin uyqudan uyg'onib, Allohga chinakam taslimiyatni his etish demakdir. Robbingning sevgisiga burkanmoq uchun g'aflatni tark etmoqdir tahajjud. Farz namoz bilan tahajjudning orasida qanday farq borligini bilasizmi? Farz namozga inson azon aytib chaqiradi. Tahajjud namoziga esa Robbingiz chaqiradi. Farz namozning azonini hamma eshitadi. Tahajjudga chaqiriqni esa ba'zilar eshitadi xolos. Farz namozni ko'pchilik o'qiydi, tahajjudni xoslar o'qiydi. Farz namozga kelinglar deb chaqiriladi. Tahajjudga esa so'rovchi bormi? So'raganini beraman deb chaqiriladi. Tun juda qisqa. Sen uni uyqung bilan yanayam qisqartirib yuborma. Yarim tunda o'qilgan 2 rakatgina namoz dunyo va undagi hamma narsadan yaxshiroqdir.